Ko'pchilik bemorlar o'zida qandli diabet birinchi, ikkinchi tip deb o'ylaydi, lekin ularda LADA diabet bo'lishi mumkin. LADA diabet autoimmunniy kasallik bo'lib, kelib chiqishi va mexanizmi bo'yicha birinchi tipga, shikoyat simptomlari bo'yicha ikkinchi tip diabetga o'xshab ketadi. LADA diabet 30 yoshdan oshgan bemorlarda ko'proq uchraydi, ayollarga nisbatan erkaklarda kamroq uchraydi. Bu kasallikda shikoyatlari og'iz qurish, chanqash bo'lishidan tashqari, bir oyda 10 kilodan 20 kilogrammgacha vazn tashlashi mumkin. LADA diabet deb tashxis qo'yishimiz uchun laborator analizlardan qondagi qand miqdori, antitela GAT hamda S-peptid miqdori aniqlanadi. Endokrinolog nazorati ostida to'g'ri tashxis qo'yilib davolanmasa, qondagi doimiy qand miqdorini oshish tufayli ketoatsidatik komaga olib kelishi mumkin. Agar sizda 30 yoshdan oshgandan keyin diabet tashxisi qo'yilgan bo'lsa, tabletka va insulin terapiya yordam bermayotgan bo'lsa, endokrinologga murojaat qiling.